Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Sherlegal Akademiyadan navbatdagi dars. Demak do'stlar, bugungi darsimizning mavzusi shartnoma va shartnomaning nozik jihatlari. Bugun sizlar bilan shartnoma tushunchasi, uning turlari, shartnomaning tuzilishi, shartnoma tuzishdagi nimalarga yo'l qo'ymaslik kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shartnomani imzolashdan oldin nimalarni yaxshilab anglab olish kerak, tushunib olish kerak va shartnoma tuzishdagi boshqa talablar haqida gaplashamiz. Juda ham qiziq bo'ladi. Ko'pchilik bir narsani aytmoqchiman darsni boshlashdan oldin do'stlar. Ko'pchilik u yoki bu bitimni tuzishdan oldin shartnoma qilib qo'yinglar desam, aka bizni 5 ta shashib qo'ydik, bizni jentelmenskiy соглашение qildik, bizni kelishdik, biz bir-birimizga ishonamiz degan iboralarni ishlatishadi va ma'lum bir muddat o'tgandan keyin aynan o'sha odamlar bilan gaplashgandan keyin aka shu aytganingizda shu shartnoma qilib qo'ysak bo'lardi ekan, nimaga desangiz u odam yo'q bo'lib qoldi, boshqa bo'lib qoldi deb o'sha risklarni aytib berishadi. Shuning uchun do'stlar, men hammaga doim qanaqangi bitim bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik inson yaqin bo'lishidan qat'iy nazar, pullik munosabatmi u yoki bu mulk yoki bir tovar haqida gap ketyaptimi, qanaqadir bir manfaat haqida gap ketyaptimi, albatta shartnomani imzolab qo'yishni tavsiya beraman. Demak, boshladik. Do'stlar, shartnoma bu nima? Shartnoma huquq va majburiyatlarni belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan bir yoki bir necha shaxslar o'rtasidagi prosta bir kelishuv, ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi tuziladigan bitta hujjat desiz ham bo'ladi. U misol uchun bir narsaga kelishdilaring, sen menga tam velik berasan, men senga xizmat ko'rsataman, sen menga mana uncha pul berasan, men mamlaqa tam kolbasa yetkazib beraman yoki tovar yetkazib beraman degan любой narsani kelishgan narsangizni qog'ozga tushirilgan varianti. Amalda ko'pincha quyidagi shartnoma turlari tuziladi. Bu birinchisi fuqarolik shartnomasi, oldi-sotdi shartnoma, ijara shartnomasi, kredit shartnomalari, qarz shartnomasi juda ko'p tuziladi. Ya'ni tashish, yetkazib berish shartnomasi, omonat saqlash shartnomasi, mahsulotni o'z vaqtida обработка qilish shartnomalari yoki ham hadya shartnomasi, lizing, kredit va boshqa shartnomalar. Endi shartnoma tuzilishida nimalarga e'tibor berish kerak? Shartnoma o'zini ichiga quyidagi shartlarni oladi. Birinchisi, shartnomaning nomi bo'lishi kerak. Asosan shartnoma nima haqida bo'lsa, nomi ham shu haqida bo'ladi. Agar arenda, ijara bo'lsa, demak ijara to'g'risidagi shartnoma bo'ladi. Shartnomaning turi va nomi. Keyingisi, shartnoma tuzilgan sana, raqami va joyi, qayerda tuzildi u shartnoma. Shartnoma predmeti bu o'sha eng asosiy qismlardan biri. Bu tomonlarni shu o'zaro majburiyatlarini, mohiyatini bayon qilishi. Ya'ni bunda tomonlar nima qilishlari kerak? Ya'ni o'sha shartnoma nima haqida kelishyapsa, mana tovar beradi dedik, xizmat ko'rsatadi dedik va hokazo, qandaydir mahsulot topshiriladi dedik. O'sha sizlar kelishuv qilmoqchi bo'lgan narsani asosiy qismi o'sha predmetda bo'lishi kerak, shartnomaning predmetida bo'lishi kerak. Dalshi tomonlarning huquq va majburiyatlari, ya'ni u tarafda ham, bu tarafda ham, sotuvchini ham, oluvchini ham, ijarachini ham, ijaraga beruvchini ham, ya'ni birinchi tarafda va ikkinchi tarafda nechta taraf bo'lsa, hammasini huquq va majburiyatlari albatta ko'rsatilib o'tilishi kerak. Endi do'stlar, men sizlarga bu narsalarni aytib turganim, bu shartnomada bo'lish kerak bo'lgan shartlar Sherlegaldan maslahatda. Ya'ni shu shartlar bo'lsa, sizlar bemalol, значит, shartnoma более-менее грамотно tuzilgan ekan degan fikrga borishlaring mumkin. Agar mana shu shartlardan birortasi bo'lmasa, demak, sizlar deylik shartnomani yana darabotka qilish kerak degan fikrda bo'lishlaring mumkin. Davom ettiramiz. Demak, tomonlarning huquq va majburiyatlaridan keyin shartnomani amal qilish muddati. Ya'ni majburiyatlarga ega tomon o'z majburiyatlarini ma'lum bir sanagacha bajarish kerakligini anglatadi. Mana shu aynan shartnomani amal qilish muddati. Agar belgilangan muddatlarda o'z vazifasini bajarmasa, tovarni yetkazmasa va hokazo etagdali, o'sha demak huquqbuzarlikda, ya'ni shartnomani shartini buzgan tarafga u yoki bu jazo qo'llanishi mumkin. Ya'ni penya qo'llanishi mumkin, neustойка qo'llanishi mumkin yoki bir ayrim hollarda даже shartnoma bekor ham bo'lib ketishi mumkin. Undan keyin demak do'stlar, shartnoma summasi va to'lov tartibi. Agar bir narsani esdan chiqarmanglar, agar shartnomalaringda finansiy masalalar, ya'ni moliyaviy munosabatlar vujudga keladigan bo'lsa, albatta обязательно o'sha shartnomani summasini kiritish kerak va to'lov tartibini. Qaysi tarzda to'lov qilinadi? Qancha muddatda to'lov qilinadi? Qanaqa pul ko'chirish yo'li bilanmi, naqd pul bilanmi? Birinchi to'lov necha kunda qilinadi? Qolgan to'lovlar necha kunda qilinadi? Ko'pchilik shartnomada
tam narxi, tovarning narxi yoki xizmatning narxi 20 million deb qo'yadi, to'lov tartibi pul ko'chirish yo'li bilan deb qo'yadi, lekin necha kunda to'lov qilish kerak, qaysi kungacha to'lov qilish kerak, oyma-oy to'lov bo'lsa, har oyda nechinchi sanasigacha to'lov qilish kerak degan masalalarni esdan chiqarib qo'yadi. Ana keyin to'lov qilingan paytda u taraf to'lov qilmasa, nima to'lov qilmayapsan deb telefon qiladi. Yo'q, u shartnomada deydi, ochib qarasa, haqiqatda bo'lmaydi. O'shaning uchun to'lov tartibini ham batafsil ko'rsatish kerak. Undan keyingi masala bu tomonlarning javobgarligi. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun sanksiyalar belgilashi mumkin. Ikkalasi kelishgan holda. Sen qilmadingmi? Senga shtraf yoki tam penya yoki neustойка. Agar bu taraf qilmadimi, unga tam boshqachangi birorta bir jazo choralari qo'llanishi mumkin. Undan keyingi holatlar bu force majeure holatlari. Force majeure holatlari bu hali tomonlarni javobgarlikdan ozod qilishi mumkin, asos sifatida xizmat qiladi. Ko'pchilik dirdi force majeure nima qilasizlar? Aka, kerakmi shu narsa deb bilaman, ko'p даже yuristlar ham bunday belgilab o'chirib tashlaydi force majeure holatlarni. Lekin do'stlar, karantin, pandemiya sizlar bilan hammamizga force majeure holatlari juda ham muhimligini yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Siz ertaga yer qivilladimi, pajar bo'ladimi, suv bosadimi, uni hech kim bilmaydi. O'shaning uchun shartnomada обязательно force majeure holatlarni kiritib ketish kerak va uni ham просто kopировать stavить qilib emas, aynan qanaqangi force majeure holatlar. Force majeure holatlar vujudga kelsa, qanaqangi yo'l tutiladi, qancha muddat olinadi, qancha bir-biriga murojaat qilish kerakmi, bir-biriga yetkazish kerakmi, nima qilish kerak. Mana shu masalalarga ham oydinlik kiritib ketish kerak. Bundan keyingi shart bu shartnomani o'zgartirish va bekor qilish tartibi. Ras shartnoma imzolayapsizmi, uni o'zgartirish va bekor qilish tartibi обязательно kiritib o'tilishi kerak. Chunki qaysi hollarda tomonlar shartnomani bir tomonlama bekor qilishi mumkin, huquqiga ega. Ya'ni qaysi holatlarda tomonlarning har biri uchun shartnomani muddatidan oldin bekor qilinishi moliyaviy oqibatlar ko'rsatadi yoki ko'rsatilmaydi. Mana shu narsalarning hammasini shartnomani bekor qilish va shartnomani o'zgartirish tartibi degan grafada kiritib ketish kerak. Undan keyingi masala bu nizolarni hal qilish tartibi. Bunda tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha, ya'ni imzolay turgan shartnoma bo'yicha vujudga kelishi mumkin bo'lgan har qanday nizolarni hal qilish yo'llarini ko'rsatib o'tib ketadilar. Bu ya'ni muzokaralar bo'lishi mumkin, переговорlar, suddan oldin bir pretenziyalar, xatlar yozishi mumkin bo'lishi mumkin. Undan keyin sudda hal qilinish masalalarini ko'rsatilishi mumkin. Aynan qaysi sudda hal qilinishi ko'rsatilishi mumkin va tomonlar o'zlari demak nizolarni hal qilish uchun sudda o'zlari belgilashlari mumkin. Deylik, biz nizolarimizni bir Qozog'istondagi xalqaro moliyaviy markazdagi sudda ko'rib chiqishimiz mumkin yoki Toshkentdagi arbitraj sudda ko'rishimiz mumkin yoki tam Chilonzordagi sudda ko'rishimiz mumkin yoki tam Angliyadagi boshqa sudda ko'rib chiqishimiz mumkin deb o'zlari belgilashlari mumkin. Bu narsa svobodni, hech kim hali majburlanmaydi, mana sudda ko'rib chiqasan. Agar mana shu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa, demak, общий o'rnatilgan tartibda o'sha javobgar bo'lgan shaxsni, ya'ni o'sha shartnomani buzgan shaxsni yoki boshqa nizoni vujudga keltirgan shaxsni o'sha turar joyi yoki o'sha firma bo'lsa, tashkilot bo'lsa, tashkiloti joylashgan manzilidagi tumandagi sudda ko'rib chiqiladi deb ko'rsatib qo'yilgan qonunchilikda. Keyingi masala boshqa shartlar. Boshqa shartlar grafasida ham siz tepadagi ko'rsatilmagan hamma narsangizni bemalol shu boshqa shartlarda ko'rsatishingiz mumkin. Misol keltiraman, xizmat ko'rsatilyapti, deylik SMM xizmatlari boshqa shartlarda siz Telegramga dostуп, tam Instagramga dostуп, qo'shimcha tam ya'ni shtativlar, lampalar, kamera olib berasiz, kiyim olib berasiz, har xil shunga o'xshagan narsalarni boshqa shartlarda ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Undan keyingi masala bu tomonlarning manzillari va rekvizitlari. Bu ham juda muhim narsa. Demak, ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi, просто familiya otini yozib qo'yadi. Unaqa qilish kerak emas. Обязательно rekvizitlar bo'lishi kerak. Ism va familiyalar, kompaniyaning nomlari rasmiyda, misol uchun u yoki bu shaxsning yashash joyi, yashash manzili, agar yuridik shaxslar bo'lsa, ularning joylashgan joylari, direktorlari, vakillarning ismlari, bank hisob varaqalari, hisob varag'i, tam rekvizitlari va shunga o'xshagan boshqa info, tam INN, STIR, soliq to'lovchining identifikatsion raqami va shunga o'xshagan narsalarni o'z ichiga oladi. Ana undan keyin tomonlarning imzosi bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihati bor. Agar shartnomada siz u yoki bu masalani ilovada ko'rsatib ketgan bo'lsangiz, deylik, tam uy joyda olish-sotish shartnomasi bo'lsa, birinchi ilovaga muvofiq uyni planirovkasini ko'rishingiz mumkin. Tam tomonlar kelishdi, uyni planirovkasi birinchi ilovaga muvofiq amalga oshiriladi deb yozilib ketilgan bo'lsa, qaysidir tepadagi punktda, demak, bu ilova o'sha
rekvizitlardan keyin tomonlarning imzosidan keyin ilova ko'rsatilgan bo'lishi kerak. U ilovada palonchi sanadagi palon raqamli shartnomaga palonchi sonlik, birinchi sonlik ilova deb turib, alohida varaqda ilova ko'rsatib ketilishi kerak. Bu mana shartnomani asosiy shartlari. Agar mana shu shartlar bo'lsa, demak, shartnoma более-менее gрамотный tuzilgan deb hisoblasangiz bo'ladi, Share Legal versiyasiga asosan. Agar bu shartlardan birortasi bo'lmasa, demak, yo Share Legalga murojaat qilish kerak yoki boshqa yuristga murojaat qilib turib, yoki o'sha sizga shartnomani tashlab bergan odamga murojaat qilib turib, mana shu shartlarni kiritishini talab qilishingiz mumkin. Ana o'shanda siz o'sha deyarli bazaviy narsalarni shartnomada ko'rsatib ketgan bo'lasiz. Ana endi keyingi masala, o'sha shartnoma tuzishda nimalarga yo'l qo'ymaslik kerak? Shartnoma tuzishda shartnoma matnida quyidagilar bo'lmagani ma'qul Share Legal versiyasiga asosan, опять-таки. Demak, birinchisi noaniq so'zlar. Hali birovga tushunarsiz bo'lgan allambalo so'zlarni yozish kerak emas. Misol uchun allambalo degan so'zni o'zi ham tushunarsiz. Mana shunaqa narsalarni yozsangiz, agar ikkinchi taraf tushunmasa, ko'ngli g'ash bo'ladi, deydi, nima yozilibdi ekan, men tushunmadim deydi. Lutfi yozmaganingiz ma'qul. Amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan yoki faqat an'anaga ko'ra kiritiladigan shartlar. Hali odamlar bilamiz, prosta tak bir narsalarni olib yozib qo'yadi. Ko'pchilik yuristlar ham, odamlar ham o'ylaydiki, shartnoma qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yo'q, do'stlar. Shartnomaning zo'rligi, effektivligi uni razmeriga qarab belgilanmaydi. Uni mazmuniga qarab belgilanadi. Unda ko'rsatilgan gaplarga, unga ko'rsatilgan shartlarga va bandlarga qarab belgilanadi. Misol uchun, bir xillarni bilamiz, mana huquqiy normalarni to'liq ko'chirib qo'yishadi. Bu ham noto'g'ri, kerak emas narsa. Olashadda fuqarolik kodeksidan yoki tadbirkorlikdan boshqa bir qarorlardan, prezident qarori olib turibdoq ko'chirib qo'yishadi shartnomaga. Keragi yo'q. Shartnomada amaldagi qonunchilikka asoslanib yozib ketilsa bo'ldi. Bu degani butun hamma kodekslarni ko'chirib o'sha shartnomamizga qo'yib qo'ydingiz degan narsani ma'noni anglatadi. Huquqiy tildan noto'g'ri foydalanish, tushunarsiz atamalar va iboralar, izohlar, mayda shriftlardan foydalanish va shunga o'xshagan boshqa holatlar shartnomada ya'ni foydalanish tavsiya etilmaydi. Bu narsa o'sha sizni partnyoringizni, siz o'sha bitim tuzmoqchi bo'lgan nargi tarafingizni sizga bo'lgan ishonchini faqatgina pasaytirishga xizmat qiladi xolos. Boshqa bir foyda tarafi yo'q bu narsani. Do'stlar, yana bir sizlarga tavsiya Share Legaldan, shartnomani imzolashdan oldin o'sha sizlar imzolamoqchi bo'lgan shartnomani yakuniy versiyasini to'liq o'qib chiqing. Shartnoma haligi qayta darobotga qilinib turganda ko'p biz uchratamiz. Shu oxirida bitta предпоследний, bittadan oldingi, ikkita oldingi versiya bo'lib ketib qoladi-da qo'l qo'yilganda. Voy, oxirgi versiya emas ekan degan bir gaplar gapiriladi keyin. O'shaning uchun imzolashdan oldin eng oxirgi versiyani, yana как будто boshidan ko'rgandek oxirgi versiyani o'qib chiqing. Xo'sh, 50 marta o'qigan bo'lsangiz ham oxirgisini yaxshilab o'qib chiqing. Har qanday noaniqliklar, qarama-qarshiliklar va oldindan kelishilmagan shartlar belgilab chiqib, ikkinchi tomonga ma'lum qiling. Agar siz oxirgi versiyani o'qib turganingizda yana qanaqadir yangiliklar bo'lsa, erinmang. Men uni aytishim kerak deb o'tib ketsangiz, u narsa esingizdan chiqadi. Ruchka bilan yoki qalam bilan belgilab keting, yoniga yozib keting. Ana keyin u narsani ko'rsatish osonroq bo'ladi va siz ham esingizdan chiqmaydi. Muhim shartlarni to'g'riligini diqqat bilan tekshiring. Undan oldin agar siz kamchiliklar topgan bo'lsangiz, mana shu to'g'riladigan bo'lsangiz, aynan o'sha kamchiliklaringizni ko'rib chiqing. Siz bergan kamchiliklar to'g'rilandimi yoki yo'qmi? Siz bilan shartnoma imzolaydigan shaxsni vakolatini ham tekshiring. Siz misolcha imzolayapsiz, u tarafdan siz misol direktorsiz, u tarafdan direktor emas, qaysidir xodim imzolayapti. Uni vakolati bormi imzolashga yoki yo'qmi? Agar vakolati bo'lmasa, demak o'sha vakolati bor bo'lgan shaxs imzolashini talab qilishingiz mumkin. Shartnoma loyihasi qonunga va sizning manfaatlaringizga mos kelishini aniqlashingiz kerak va buni aniqlash maqsadida uni oldin yuristga maslahatlash uchun taqdim etishingiz ham tavsiya etiladi. To'g'ri, bu videoni ko'rgandan keyin, bu kursni umuman o'tgandan keyin sizni huquqiy bilimlaringiz prokachka qilinadi. Vobshe siz huquqiy tarafdan takoy seriozniy, chotki bo'lib ketasiz, yengil bilimlaringiz oshgan bo'ladi. Lekin baribir shartnomada agar sizda kattaroq summaga shartnoma bo'lib turgan bo'lsa yoki birorta bir mulkiy masalalar bo'lib turgan bo'lsa, bir qimmatbaho biror bir narsalar, ya'ni moliyaviy tomondan yoki bir kattaroq bir reputatsiya tomonidan yoki bir boshqa masalalar tomonidan riski katta bo'ladigan shartnomalar bo'lsa, unda meni tavsiyam, siz o'zingiz mana bu tekshirishingiz mumkin, lekin ishonchingiz hosil qilish uchun bir marta yuristga berib maslahatini olsangiz, hozir ozgina pul sarflasangiz, keyin uje
siz anchagina riskni, nervni, vaqtni ekonom qilgan bo'lasiz. O'shaning uchun yuristga shartnomani bitta ko'rsatib yuborish ham tavsiya etiladi. Endi shartnoma tuzishda boshqa talablar bor. Shartnomani erkinlik prinsipi. Bunga ko'ra tomonlar shartnomani o'z xohishiga ko'ra imzolaydilar, belgilaydilar. Ya'ni shartnomadagi shartlarni ham o'zlari belgilaydilar va shartnomani o'zlari xohishiga ko'ra imzolaydi. Hech kim bir-birini majburlamaydi. Sen menga qara, men shartnomani majbursan, qo'l qo'yasan deyishga haqqi yo'q. Bunaqangi majburlaganligi uchun alohida javobgarlik bor. Shartnoma, men oldin aytib o'tdim, shartnomada xohlagan shartlaringni kelishib olishlaring mumkin, lekin qanaqangi shart, qanaqangi band kiritishlaridan qat'iy nazar, ushbu bandlar, ushbu shartlar O'zbekistondagi amaldagi qonunchilikka va boshqa huquqiy hujjatlarga обязательно albatta muvofiq bo'lishi kerak. Agar muvofiq bo'lmasa, demak o'sha siz kiritib turgan bandlar qonunga zid hisoblanadi va shartnomangiz haqiqiy emas deb topish oson bo'ladi. Shartnomalarni ayrim turlarini notarial tasdiqlash yoki davlat ro'yxatidan o'tkazish ham talab etilishi mumkin. Deylik, uy joyida oldi-sottisini siz o'zaro qilishga haqqingiz yo'q. Uy joyida oldi-sottisini siz обязательно bugungi kunda amaldagi qonunchilikka asosan notarius orqali amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni bu o'sha notarial idora tomonidan tasdiqlanadigan bitimlar qatoriga kiradi va shunga o'xshagan boshqa bitimlar bor, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi talab etilishi mumkin. Endi zarur holatlarda shartnoma bilan bir vaqtning o'zida ajralmas qismi bo'lgan shartnomaning qo'shimcha hujjatlari bo'lishi mumkin. Deylik, mana iPhone'ni oldi-sotdi shartnomasini imzolayapsiz-da. Men telefonni sotdim, u telefonni sotib oldi, narxlari belgilandi. Ana endi telefonda haqiqatda unga bergani, u uni qabul qilib olganini o'sha pastda ilovada tovarlarni qabul qilish va topshirish dalolatnomasi bilan belgilanadi. U dalolatnoma tuziladi, bir tarafdan men berdim, ikkinchi tarafdan u qabul qilib oldi degan hujjatga ikkala taraf imzo cheksa, aynan mana shu hujjat tovarni unga yetkazilganini, topshirilganini tasdiqlaydi. Shunga o'xshagan har xil boshqa texnik topshiriqlar bu xizmat ko'rsatganlik to'g'risidagi davlatnomalar bor va boshqa shartnomaning boshqa ilovalari bor. Shartnomaning ilovasi bormi? Bu shartnomadan keyingi varaqlarda albatta ko'rsatilishi kerak. Do'stlar, bu mana sizlarga qisqacha darslik bo'ldi. Shartnoma haqida, uning barcha jihatlari to'g'risida, shartnomaning tushunchasi, uni tuzishda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqangi shartlar bo'lishi kerak, shartnomani imzolashdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarga yo'l qo'yish kerak emas va shartnomani tuzishdagi boshqa qo'shimcha talablar haqida sizlar bilan so'zlashdik. Qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni yaxshilab ko'rsangiz, siz shartnoma olamida juda ham zo'r specialistga aylanasiz va undan keyin ya'ni videoni ko'rganingizdan keyin sizning qo'lingizga tushgan любой shartnomani ko'rib turib, to'xta, men Sherlock videosida ko'rganman deb turib, bemalol shartlarni ko'rib chiqib turib, mana narsa yo'q ekan deb, o'zingiz yurist bo'lmasangiz ham bemalol nargi tarafga men qara og'ayni yoki aka yoki singil aytagda, opa, men shu shartnomani mana joylarni to'g'irlab qo'ying. O'shandagina ko'rib chiqishingiz mumkin deb bemalol talab qilishni boshlaysiz. Sog' bo'linglar, keyingi darslarda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar.